Bakudan uy sotib olgan yaxshimi yoki O'zbekistonda? Passivniy dohod uchun Bakudan emas, Dubaydan uy olishni tavsiya qilaman. Masalan, Bakudan uy oladigan bo'lsa, uni albatta O'zbekistonda uyi bo'ladi. Uyi bo'lgani uchun Bakudan olishga harakat qiladi. Demak, u Bakuga doimiy qatnov bo'lsa, o'sha uchun yoki olmoqchimi yoki passivniy dohod uchun olmoqchimi? Passivniy dohod uchun Bakudan emas, Dubaydan uy olishni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda o'sha davlatning ekonomikasi baland bo'lishi kerak, markazda joylashgan bo'lishi kerak. Hamma kommunikatsiyalar yonma-yon bo'lishi kerak. Sizga qulayligi, metro masalan, bolalar o'yingohi, bozorlar masalan, qulaylik yaratadigan bo'lishi kerak. Agar o'sha siz oladigan uyingiz chetroqda bo'lganida men maslahat bermasdim. Unaqa uyni olib, yana passivniy dohodga, mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladi yoki ijaraga berib qo'yib foydalansa bo'ladi. Bir oyga ijaraga bergan ma'qul, chunki mehmonxona qilganingizdan keyin u yerda o'sha uslugalar boshlanadi. Odam olasiz, u yerda siz nazoratingiz, vaqtingiz, chunki vaqt bu eng qiymatli narsa inson uchun. Vaqtni to'g'ri taqsimlab bilish kerak. Unga ishlatadigan vaqtini, sarflaydigan energiyasini katta g'oyalar qilishga masalan sarflasa bo'ladi.